Joriy yilning 20-iyun kuni ekologik vaziyatni yaxshilash maqsadida O'zbekiston Respublikasi Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirining tegishli buyrug'iga asosan Davlat ekologik nazorat inspeksiyasi tomonidan navbatdagi reyd tadbiri o'tkazilgan. Mazkur reyd tadbiri davomida Toshkent viloyati Oqqo'rg'on tumanida yashovchi fuqarolar UA boshchiligidagi 3 nafar fuqaro tomonidan Sirdaryo daryosining o'zanida jami hisobda 19 dona, shundan bittasi O'zbekiston Respublikasi Qizil kitobiga kiritilgan Turkiston mo'ylovdori baliqlarini noqonuniy ravishda elektr toki yordamida taqiqlangan usulda ovlaganlik holati davlat inspektorlari tomonidan aniqlangan. Hozirda mazkur holatga nisbatan tergov harakatlari davom etishiga qaramasdan ushbu fuqaro, ya'ni UA boshchiligidagi yana bir nafar fuqaro bilan shu kabi holatni takrorlab 20-sentyabr kuni elektr qarmoqdan foydalangan holatda noqonuniy ov jarayonini tashkil etganda davlat inspektorlari tomonidan voqea joyida hamkor tashkilotlar bilan o'tkazilgan nazorat tadbirida ashyoviy dalillar bilan ushlandi.